Assalomu alaykum azizlar. Bugun juma ekan. Juma muborak bo'lsin avvalambor barchangizga. Azizlar, ajoyib gap borda. Ko'pchilik o'tirganda bir ko'p ishlatiladi shu narsa. Bu dunyoga hammamiz mehmonmiz deydi. Bu gapni ishlatmagan odamning o'zi yo'q. Sal bir maslahat kerak bo'lib qolsa yo bir shunga o'xshagan bir gap aytiladigan joy bo'lib qolsa sirazi og'ayni ko'p nima qilavermagin, hammadan qolib ketadi, bu dunyoga biz mehmonmiz deb aytadi-da, lekin shu gapni aytgan odamlarni bir kuzatsangiz, mehmon bo'lsang, mehmonday o'tir deydigan odam yo'q. Qarang, nimalar qilib tashlashibdi. Qarasangiz, bir-birovni qarz olib aldab ketgan, qarzingni ber deb so'rab borsa, kerak bo'lsa bo'g'ib o'ldirib yuborgan. Mana kechaganda 3 og'ayni kelishib biznes qilib yurganda, keyin bir-biridan qarz olgan. Endi bu bechora mana sizlarda ham yaxshi bo'ldi daromad, menda ham mana endi lekin mendan qarz olib qiluvdinglar, shu pulni beringlar desa, $14,000 ekan. $14,000 uchun bo'pti-ki, qarzingni beramiz deb bu chetga chaqirib olib, o'sha yerda bo'g'ib o'ldirishibdi. Mana qarang. Mehmon odamlar, mana qarang. Mehmon uyingizga kelsa e'tibor berasizmi? Mehmonlar, hamma joyda mehmonlar sipo bo'lib o'tirishadi. Qilib, oling, yeb o'tiring desa, yo'q, men o'zi ko'p ovqat yemayman deb sekin, kamroq ovqat yeb, bir odob bilan, qanday o'tirishadi. Qimmat konfetlarga, nimalarga iloji boricha tegmasdan. Lekin o'tirib olib faqat qimmat narsalarni o'g'on qiladiganlar ham bor. Endi o'zi umuman-da, mana qarang, shu mehmon. To'g'ri, hammamizdan mehmonmiz. Siz ham, men ham, u ham, hamma mehmon. Lekin nimaga shu mehmonlik odobini hech kim saqlamayapti, qarang. Mehmonga borganda endi hamma tomonga e'tibor beradi-ku odam, to'g'rimi? Odobini saqlaydi, kiyinishlariga e'tibor beradi. Kiyinishlarni qarang, yarim yalang'och. Bitta joyda shuna ketayotsam, qarasam 5-6 ta qizlar ketayotgan ekan. Endi o'zbek aralash hammasi. Bu hayron bo'ldim, bular cho'milishga ketyapti deb o'ylamayman. Nima desiz? Yaxshi ham men orqasidan ko'rdim. Astag'firulloh, oldindan ko'rmadim hali ham. Shu orqasida shunday bitta chiziq bor, bu yoqda bitta bunday yubka bor. Xuddi Robinson Crusoe'da Jumaboyda belidan pastida bunchagina nimasi bo'ladi-yu. Somon xashay boylab olganman. Xuddi shunga o'xshab kichkina yubkachasi bor. Bunday chizig'i bor, mana bu yoqda nima qilib turadigan. Bo'ldi. Shunaqa isib ketishayotgan ekan mehmonlar. Mehmonlar, bu nima bo'lyapti? Endi eng achinarlisi bor-ku. Baribir misol uchun keldi-ketdi mehmon bo'ladigan to'ylarda, yig'inlarda oilaviy. Bitta mehmonlar chiqib ketsa, qolgan mehmonlar keladi. Bizni mana avlodlarimiz hamma o'tgandan keyin boshqa avlod keladi-yu, boshqa mehmonlar keladi. Ular ko'rib nima deydi bu? Dasturxonni ham butun dabdala qilib ketibsizlar-ku demaydi. Demoqchiman, shunaqa bir har xil odatlar, shunaqa nimalar qoladi-da endi baribir. Odamlarni qilib yurgan ishida. Qarasangiz, hali uylanganiga 1 oy bo'lgani yo'q, ajrashyapti kelin-kuyov. Nima bo'ldi? Olgan mebeli arzon ekan, o'shaning yonida qimmati turgan ekan, bizni mensimasdan bularga bo'laveradi deb arzonni bizga berib yuborgan ekan. Endi buni o'sha qimmatiga almashtiringlar. 4 barobar qimmati endi. Buni 10 millionga olgan bo'lsa, u 40 million. Shuni almashtirmasak, shu ajrashamiz. Bu nima jinnilik, mehmonlar. Gulli 3-4 ta bolasi bor. Shuncha yil yashagan. Ajrashaman deydi. Sababini so'rasangiz, bir tayinli bitta sabab yo'q. Aytarli sabab yo'q.
Sabab shu kibr, shu o'ziga izzat talab qiladi, o'ziga hurmat talab qiladi. U odam o'ylanib qolarkanman-ku, qanaqa mehmonlar ichiga kirib qoldimman deb hayron bo'larkansiz-da. Mehmonjonlar. Endi albatta uyingizga kelib turib mehmon shunaqa har xil qiliqlarni qilaversa, misol uchun-da, siz ovqatga chiqib ketganda yo narsa olib kiraman bularga deb chiqqaningizda bir joylari titkilasa, bu nimasi bor ekan bu deb nimadirlarnidir o'marib o'g'irlab olsa, yo bo'lmasa shu borib olib qani olib kel deb ovqatlarni, go'shtlarni tiqib unaqa qilmaydi-yu, to'g'rimi? Xohlaganda yonboshlab, qilib yotib olib, sigaretlar chaqib, shunaqalar qilsa, uy egasini ham oxiri jahli chiqadimi? Jahli chiqishi tabiiy-ku, to'g'rimi? Jahli chiqadi. Juda bo'lsa chiroyli tushuntirib, izzatingiz bitdi shekilli deb sekin kuzatib qo'yadi. Yo'q, haydab ham chiqarishi mumkin, haddidan oshsa. Shunga aytaman, bu mehmonjonlar, bu odamlar, insonlar haddilaridan oshib ketmayaptimi? Xudo, Alloh o'zing kechirgin. Ish qilib juda xavotir qilaman, to'g'risi. Shu uy egasini jahli chiqmasa bo'ldi. Agar uy egasini jahli chiqsa, kim biladi nimalar bo'ladi. Jahli chiqsa chiqayotgandir, mana qarang. Bir tomonni sel bosib ketgan, bir tomonni butun ekinni payhon qilib, vayron qilib ketgan suv. Bir tomonni yo'q joyda mana yong'in bo'lib ketgan, yana nimadirlar bo'lgan. Jahli chiqsa chiqayotgandir. Ish qilib mehmonlarga Allohning o'zi insof bersin. Boshqa nima ham deymiz?